Juda ham arzon narxda hamyonbop zo'r telefonlarimiz sotiladi. Xudo xolasa ko'ringlar. Har xildan bor iPhone, Redmi, Samsung aytganinglardan qilib beramiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi telefonimiz iPhone 13 Pro 128 xotir 100 yomkisida batareykasi alishgan usulini qo'yilgan. Bir kunga yetaveradi. Narxi juda arzon. $500 sotilayotgan telefonni $410 qilib beramiz. Vashi kapika Face ID turtumlari bor, hamma yo'q radmi. Ozgina chaqa-chuqasi bor, endi rabochiy holatda. Chaqa-chuqa deganda aniqashlangan joylari nomiga bor. Kimga kerak bo'lsa, marhamat $410 naqd pul yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Hop, Redmi Note 12 korobkadagi 6 ga 128 talik 1.150.000 so'm. iPhone 11 ham bor, juda arzon narxda qilib beramiz. Hamma yo'g'i zo'r bu telefonni, faqat shu o'g'li aynagida mana yerda chizig'i borini ko'rayotgan bo'lsanglar. Face ID turtib hamma yo'g'i zo'r ishlayveradi. Radmi holatda eng qizig'i, usta ko'rmagan, alishmagan chizig'i borligi uchun arzon. XS puliga 64 xotira telefonimizda 80 yomkisda. Mana akkumulyator, sostoяние 80 yomkisda ko'rishingiz mumkin. 2.200.000 so'mga qilib beramiz. iPhone XR 17 Pro korpusda holatni ko'ringlar. Afshi zo'r, yangidek telefon, 128 xotira, yomkislari ham baland xudo xolasa. Настройкаga kiramiz. Akkumulyator 78 yomkisda 128 xotira iPhone XR korpus qo'yilgan. Hamma yo'g'i zo'r ishlayveradi. Hech qanaqa nuqsoni yo'q. Kamerasi, pechka, maza qishlatasizlar. Face ID turtonlarigacha bor, imekalardan o'tgan holatda 2.550.000 so'm. Qiziqqanlar bo'lsa, sirraz telefon qilsanglar bo'laveradi. iPhone 14 o'ta ideali bor. Korobka dokumentlari bilan 87 yomkisda 128 GB xotiraligi $435 qilib beramiz. O'ta tiniq holatda. Kimga kerak bo'lsa, marhamat, naqd pul muddatli to'lovga. Muddatli to'lovga shu 600.000 deyabiyada tushsa kerak oyiga 1 yilga. Hop, Honor 200 Lite telefonimiz ham bor. Korobka dokumentlari bilan zaryadchilargacha bor telefonimizni 1.650.000 so'm qilib beramiz. Bu ham arzon narxda. Samsung A56 5G bor. Korobka dokument 8 operativga 128 xotira, ishlashlari zo'r, aybi nuqsoni yo'q, yangidek 5 kunlikini ishlagan xolos. $285 qilib beramiz. U $100 arzoniga kerak bo'lsa, ashi kapika narxi 5 kun ishlamagan zo'r holatlari. iPhone 13 Pro ham bor, zo'r holatda buni 89 yomkisda 128 talik $450 qilib beramiz. Bu ham arzon, 500 tepasida sotilayotgan telefonlar. Arzon telefon so'rayotganlarga 4 ga 128 talik Infinix bor, 750.000 so'm telefonimiz. Technospark Go 1 telefonimiz bor, 750 ga 364 talik korobka dokument yangidek. Samsung Galaxy A90 5G 6 ga 128 talik 1.650.000 so'm. Bu ham zo'r telefon. Redmi Note 13 ham bor, vobshe arzon narxda 1.5 million atrofida sotiladi, 1.250.000 so'm. 4 ga 64 GB, hamma yo'g'i radnoy. Hech qanaqa bir aybi nuqsoni yo'q. Hammasi arzon narxda. Qaysi biri yoqqan bo'lsa telefon qilinglar. Dastavkalarimiz ham bor, muddatli to'lovga ham, naqd pulga ham qilib beraveramiz. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.